Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani aniq hisob-kitob bilan tushuntirib beraman. Nogironlik pensiyasi avgust oyida oshgandan keyin qo'lga qancha pul qo'shiladi? Kimda qancha farq bo'ladi? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Kim esa albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. Bu ma'lumot nogironligi bor fuqarolarga, ularning ota-onalariga va siylariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va pensiya olayotgan har bir xonadonga bevosita tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik aynan hisoblash joyida adashadi. Foiz oshdi deb o'ylaydi. Lekin kartaga tushgan pul boshqacha chiqadi. Hozir obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, real misollar bilan tushuntiraman. Men eng avvalo masalaning ildizini tushuntiraman. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan odamlar odatda oy boshida bir xil savol bilan qiziqadi. Mening pensiyam oshdimi, oshgan bo'lsa qancha bo'ldi? Nega qo'shimcha pul men kutganchalik tushmadi? Bu savol juda tabiiy. Chunki pensiya tizimida bir nechta turdagi to'lov bor. Mehnat stajiga qarab tayinlangan nogironlik pensiyasi, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa. Nogironligi bo'lgan bolalar uchun nafaqa, parvarish puli, ustama va ayrim hollarda kompensatsiya to'lovlari. Odamlar bularning hammasini umumiy qilib pensiya deb ataydi. Lekin hisob-kitobda ularning har biri alohida ko'riladi. Avval qanday edi? Avval fuqaroning kartasiga yoki naqd shaklda har oy belgilangan miqdor tushardi. Masalan, kimdir 750 ming so'm olgan, kimdir 920 ming so'm olgan, yana kimdir staji guruhiy va ish haqiga qarab 1 million 300 ming so'm yoki undan ko'proq olgan. Avgustdan oshirish bo'lganda esa hamma bir xil miqdorda qo'shimcha oladi degan tushuncha noto'g'ri, to'g'risi shunday. Sizning amaldagi asosiy pensiya yoki nafaqa summangiz olinadi. Belgilangan oshirish foizi qo'llanadi. Keyin ustamalar, qarzdorlik, avvalgi oy farqi, bank kuni va to'lov sanasi hisobga olinadi. Shuning uchun ikki qo'shnining pensiyasi bir kunda oshgan bo'lsa ham, ularga tushgan qo'shimcha pul bir xil bo'lmasligi mumkin. Avgust oyidan pensiya va nafaqalar oshirilganda asosiy o'zgarish shundan iborat bo'ladiki, davlat tomonidan belgilangan bazaviy miqdorlar va ayrim to'lovlar qayta ko'rib chiqiladi. Bu nimani anglatadi? Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan odamning avvalgi oylik to'lovi 20 million so'm bo'lsa, oshirish 25% bo'lgan holatda uning yangi summasi 1 million 1,5 ming so'm bo'ladi. Demak, oyga 1,5 ming so'm qo'shiladi. Agar 900 ming so'm olgan bo'lsa, 15% 1035 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 1 million 35 ming so'mga chiqadi. Agar 1 million 400 ming so'm olgan bo'lsa, 25% 210 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 1 million 10 ming so'm bo'ladi. Lekin men bu yerda juda muhim ogohlantiraman. Har doim kartaga tushgan pulni faqat bir oy bilan o'lchamang. Ba'zida oshirish sanasi oy boshidan kuchga kiradi. Lekin amaliy to'lov bank tizimida yoki pensiya jamg'armasi hisobida keyinroq aks etadi. Ayrim fuqarolarga farq keyingi to'lov bilan birga tushishi mumkin. Masalan, avgust uchun yangilangan summa hali to'liq tushmagan bo'lsa, sentabrda avgust farqi ham qo'shilib kelishi ehtimoli bor. Shuning uchun birinchi tekshiradigan narsa, sizga tushgan summa qaysi oy uchun? Unda qayta hisoblash farqi bormi, yo'qmi? Men sizga oddiy formulani beraman. Eski pensiya summasi ko'paytiriladi oshirish foiziga. Chiqqan natija qo'shimcha pul bo'ladi. Keyin eski summa bilan qo'shimcha pul qo'shiladi. Masalan, eski pensiya 400 ming so'm, oshirish 25% deb olamiz. 400 mingning 25% 120 ming so'm. Demak, yangi summa 120 ming so'm. Bu yerda hech qanday murakkab narsa yo'q. Lekin ko'pchilik xato qilib 15% ni eng kam pensiyaga qo'llaydi yoki qo'shnisining summasini o'ziga solishtiradi. Bu noto'g'ri. Har kim o'zining eski oylik to'lovidan kelib chiqib hisoblaydi. Keling, hayotiy misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro avval 1 million 100 ming so'm pensiya olgan. Agar oshirish 25% bo'lsa, 1 million 1 ming so'mning 25% 165 ming so'm. Yangi pensiya 1 million 265 ming so'm bo'ladi. Agar avgust oyida unga 1 million 100 ming so'm tushgan bo'lsa, demak to'liq qayta hisoblash hali aks etmagan bo'lishi mumkin yoki uning summasida boshqa ushlab qolish, qarzdorlik, aliment, kredit, ijro hujjati yoki bank bilan bog'liq holat borligini tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxs har oy 120 ming so'm nafaqa olgan. 25% oshirilsa, 127 500 so'm qo'shiladi. Amaliyotda summa yaxlitlanishi mumkin.
Shuning uchun yangi to'lov taxminan 970-7500 so'm atrofida bo'ladi. Agar tizimda so'm tiyingacha hisob bo'lsa, aniq ko'rinadi. Lekin kartada odatda so'm ko'rinishda tushadi. Bu odam qo'shimcha ravishda parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsa, ularning hammasi bir xil foizga oshadi deb o'ylamaslik kerak. Har bir to'lovning o'z qoidasi bor. Uchinchi misol, nogironligi bo'lgan bola uchun ota-onasi nafaqa oladi. Bu yerda pul bolaning o'ziga tayinlangan ijtimoiy to'lov hisoblanadi, lekin uni qonuniy vakil oladi. Agar avval 700 ming so'm tushgan bo'lsa va oshirish 25% bo'lsa, 25 ming so'm qo'shiladi, yangi miqdor 805 ming so'm bo'ladi. Lekin ota yoki ona yana parvarish nafaqasi olayotgan bo'lsa, u alohida ko'riladi. Shuning uchun bolam uchun umumiy 20 million 2 ming tushardi, endi qancha bo'ladi? Degan savolga javob berish uchun men avval bu 1 million 200 mingning ichida qaysi to'lovlar borligini ajratib olaman. 4-misol, ish staji bor. Ilgari rasmiy ishlagan va mehnat faoliyati davrida nogironlikka chiqqan fuqaro 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Bu odamning pensiyasi ijtimoiy nafaqadan farq qiladi. Chunki unda ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, tayinlangan guruh va boshqa ko'rsatkichlar hisobga olingan. 15%lik oshirishda 270 ming so'm qo'shiladi. Yangi summa 2 million 700 ming so'm bo'ladi. Mana shu yerda ko'pchilik nega meniki ko'proq oshdi, boshqaniki kamroq deb so'raydi. Sabab oddiy, foiz bir xil bo'lsa ham, asosiy summa katta bo'lsa, qo'shimcha pul ham katta bo'ladi. Kimlar albatta e'tibor berishi kerak? Birinchidan, avgust oyida pensiya summasi umuman o'zgarmagan fuqarolar. Ikkinchidan, oldin nogironlik guruhi o'zgargan, lekin pensiyada hali aks etmaganlar. Uchinchidan, hujjatlarida FH, pasport, ID karta, bank karta raqami yoki manzil ma'lumotida farq bor fuqarolar. To'rtinchidan, yaqinda tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta o'tganlar. Beshinchidan, ilgari pensiya vaqticha to'xtatilgan yoki qayta tiklangan fuqarolar. Bunday holatlarda oddiy kutish bilan masala hal bo'lmasligi mumkin. Albatta tekshiruv kerak. Kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz avgustdan boshlab taxminan belgilangan foizga oshgan bo'lsa, kartaga tushgan summa eski summadan ancha farq qilsa va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, ko'p hollarda hammasi joyida. Masalan, 1 million olgan odamga 20 million ming atrofida tushsa, bu normal. 9 ming olgan odamga 1 million 35 ming atrofida tushsa, bu ham normal. Juda kichik farq bo'lsa, yaxlitlash oldingi oy qoldig'i yoki bankdagi ushlab qolish sabab bo'lishi mumkin, lekin katta farq bo'lsa tekshirish shart. Endi eng muhim, ko'pchilik ko'rmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Nogironlik pensiyasi bilan nogironlik nafaqasi bir xil tushuncha emas. Pensiya odatda ish staji va avvalgi daromadga bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy to'lov bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikkita odam bir xil ikki guruh nogironligi bo'lsa ham, biri pensiya, biri nafaqa olishi mumkin. Ularning summasi ham, qayta hisoblanishi ham farq qilishi mumkin. Ikkinchi noziklik guruhning o'zgarishi. Masalan, fuqaro avval uch guruh bo'lgan, keyin sog'lig'i yomonlashib ikki guruhga o'tgan. Agar bu o'zgarish avgustdagi oshirish bilan bir vaqtda bo'lsa, hisob ikki bosqichda yurishi mumkin. Avval guruh bo'yicha yangi huquq aniqlanadi, keyin oshirilgan miqdor qo'llanadi. Bunday vaziyatda kartaga tushgan pulni faqat bitta foiz bilan hisoblab bo'lmaydi. Sizga guruh o'zgargan kundan boshlab farq hisoblanishi ham mumkin. Uchinchi noziklik qayta ko'rik muddati. Nogironlik ayrim fuqarolarga muddatsiz, ayrimlarga esa ma'lum muddatga belgilanadi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa yoki tibbiy komissiya xulosasi tizimga kech kirgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Bunda odam pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo oshirishda emas, nogironlik maqomini tasdiqlovchi ma'lumotning yangilanishida bo'ladi. Shuning uchun tibbiy xulosa sanasini, amal qilish muddatini va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotni tekshirish juda muhim. 4-chi noziklik bank kartasi. Ba'zida pensiya jamg'armasi pulni yuborgan bo'ladi, lekin bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqam o'zgargan yoki boshqa texnik muammo bo'ladi. Fuqaro esa davlat pulni bermadi deb o'ylaydi. Men bunday holatda avval bankdan kirim bo'yicha ma'lumotnoma yoki ilovadan operatsiyalar tarixini ko'rishni tavsiya qilaman. Agar pul jamg'armadan chiqmagan bo'lsa, boshqa masala. Agar pul chiqqan, lekin kartada ko'rinmayotgan bo'lsa, bank bilan ishlash kerak. 5-chi noziklik.
ijro hujjatlari va ushlab qolishlar. Ba'zi pensiya oluvchilarda aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa qarzdorlik bo'lishi mumkin. Qonunchilikda pensiya va nafaqadan ushlab qolish masalalari aniq tartibga solingan. Agar sizda shunday holat bo'lsa, pensiya oshgan bo'lsa ham qo'lga tegadigan pul kutganingizdan kam chiqishi mumkin. Masalan, eski pensiya 1 million 200 ming so'm edi. 25% bilan 1 ming so'm qo'shildi. Yangi summa 1 million 7 ming so'm bo'ldi. Lekin 200 ming so'm ushlab qolinsa, kartaga 2 million 1 ming so'm tushadi. Fuqaro buni oshmadi deb qabul qilishi mumkin. Aslida esa oshgan, faqat ushlab qolish ham bor. 6-noziklik bir nechta to'lov bir kunda tushmasligi. Ba'zi oilalarda nogironlik nafaqasi, parvarish puli, bolalar nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bor. Ularning to'lov sanalari turlicha bo'lishi mumkin. Birinchi kuni bir summa tushadi, keyin yana alohida summa tushadi. Shuning uchun oy oxirigacha umumiy tushumlarni ko'rmasdan xulosa qilish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Men har doim bank ilovasidan oy bo'yicha kirimlarni alohida ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. 7-noziklik. Yangi tayinlangan pensiyalar. Agar pensiya aynan avgust oyida 1-marta tayinlangan bo'lsa, odam avvalgi summa bilan taqqosla olmaydi. Bunday holda tayinlash varaqasi yoki pensiya jamg'armasi hisob-kitob ma'lumotida ko'rsatilgan miqdorga qarash kerak. Agar sizga pensiya 10 avgustdan tayinlangan bo'lsa, to'liq oy uchun emas, oyning qolgan qismi uchun hisob tushishi mumkin. Masalan, oylik miqdor 1 million so'm bo'lsa, lekin huquq oyning o'rtasidan boshlangan bo'lsa, birinchi oyda to'liq 1 million tushmasligi tabiiy. 8-noziklik eng kam miqdorlar. Ayrim to'lovlarda davlat eng kam miqdorni belgilaydi. Agar fuqaroning hisoblangan pensiyasi eng kam darajadan past bo'lsa, u belgilangan minimal darajaga yetkazilishi mumkin. Oshirishdan keyin minimal miqdor o'zgarsa, aynan past pensiya oluvchilar uchun farq katta ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, hisob bo'yicha 6 ming so'm chiqsa, lekin amaldagi kafolatlangan miqdor yuqoriroq bo'lsa, fuqaro o'sha kafolatlangan miqdorni oladi. Shu sababli mening stajim kam, demak oshmaydi degan fikr ham doim to'g'ri emas. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, eski summangizni yozib oling. Iyul oyida kartaga qancha tushgan? Agar naqd olgan bo'lsangiz, kvitansiya yoki to'lov ro'yxatidagi summani ko'ring. Aynan umumiy kirimni emas, pensiya yoki nafaqaning o'zini ajrating. Chunki bir oyda boshqa yordam puli ham tushgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, avgustda tushgan summani yozing. Bank ilovasida operatsiyalar tarixini oching. Pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lov kabi yozuvlarni alohida tekshiring. Ba'zan bitta oyda 2 marta kirim bo'ladi. Biri asosiy pensiya, ikkinchisi farq yoki qayta hisoblash. Shoshilib bitta kirimni ko'rib xulosa qilmang. Uchinchi qadam, oddiy hisob qiling. Eski summani 25% ga ko'paytirish uchun eski summani 4 ga ko'paytirasiz. Masalan, 1 million 240 ming so'm bo'lsa, 240 ming euro 15 ga ko'paytiramiz, 26 ming so'm chiqadi. Yangi summa 26 ming so'm bo'ladi. Agar sizga shunga yaqin pul tushgan bo'lsa, hisob to'g'ri. Agar ancha kam tushgan bo'lsa, sababni tekshirish kerak. 4-qadam. Hujjatlaringizni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, yoningizda pasport yoki ID karta, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa yoki ma'lumotnoma, pensiya guvohnomasi bo'lsa o'sha hujjat, bank karta rekvizitlari, oxirgi oylar bo'yicha bank kirimlari, agar vasiy bo'lsangiz, vasiylik hujjati bo'lishi kerak. Agar bolangiz uchun nafaqa olayotgan bo'lsangiz, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi yoki ID ma'lumoti. Ota-onaning hujjati ham kerak bo'ladi. 5-qadam, murojaatda aniq yozing. Men tavsiya qiladigan mazmun shunday. Men avgust oyidan pensiya yoki nafaqa miqdori oshirilganligi bo'yicha o'z to'lovim qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tekshirtirmoqchiman. Iyul oyida menga falon so'm, avgust oyida falon so'm tushgan. Qayta hisob-kitob varaqasida mavjud farq bo'lsa, to'lov muddatini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozsangiz, xodim ham muammoni tezroq tushunadi. 6-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Birinchi navbatda tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Agar bank bilan bog'liq muammo bo'lsa, kartani bergan bankka borasiz yoki bank ilovasi orqali murojaat yuborasiz. Agar tibbiy komissiya xulosasi tizimga tushmagan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiyot muassasasidan ma'lumotni aniqlaysiz. Agar ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, majburiy ijro byurosidan ma'lumot olasiz.
Yettinchi qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizning hisobingizda katta farq bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga rasmiy javob beriladi. Rasmiy javobda sizning pensiyangiz qanday hisoblangani, qaysi sanadan oshirilgani, qo'shimcha farq bormi yo'qmi ko'rsatiladi. Bu keyingi bosqichda ham sizga dalil bo'ladi. 8-qadam, yaqinlaringizga ham yordam bering. Nogironligi bo'lgan ko'p odamlar, ayniqsa yoshi katta fuqarolar bank ilovasidan foydalanmasligi mumkin. Ular faqat kartaga tushgan umumiy pulni ko'radi, lekin nimadan iboratligini bilmaydi. Farzandlar, aka-ukalar, opa-singillar bunday yaqinlariga kirimlarni tekshirishda yordam berish kerak. Bu oddiy yordam ba'zan katta chalkashlikning oldini oladi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaga falon so'mdan qo'shildi. Hamma 1 milliondan oladi. Kim bormasa puli kuyadi degan gaplarga ishonib qolmang. Pensiya va nafaqada hamma narsa hujjat, huquq, guruh, staj, tayinlash sanasi va amaldagi miqdorga bog'liq. Sizga kerak bo'lgan eng to'g'ri yo'l. O'z summangizni oling, foiz bo'yicha hisoblang, kartadagi kirim bilan solishtiring. Farq bo'lsa rasmiy tekshirtiring. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, nogironlik pensiyasi avgustda oshgan bo'lsa, har bir odamga qo'shiladigan pul uning oldingi pensiya yoki nafaqa miqdoriga qarab hisoblanadi. Eski summa qancha katta bo'lsa, foiz hisobidagi qo'shimcha ham shuncha katta bo'ladi. Lekin kartaga tushgan pulga faqat foiz emas. Qayta hisoblash sanasi, bank holati, guruh o'zgarishi, qayta ko'rik, ustamalar va ushlab qolishlar ham ta'sir qiladi. Shuning uchun aniq javob olish uchun o'z to'lovingizni hujjat va bank kirimlari asosida tekshirishingiz kerak. Agar siz iyulda qancha olganingizni va avgustda qancha tushgani izohlarda yozsangiz, men sizga taxminiy hisob kitobni qanday qilishni tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotning nogironligi bor yaqinlari, ota-onasi yoki farzandi uchun nafaqa olayotgan insonlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuncha ko'p oilaga o'z pulini to'g'ri tekshirishga yordam beradi.